navbatdagi ko'radigan mavzuyimiz bu statistika hisobotini yuborishlik, yillik shaklini yuborishlikni mavzusini ko'rib chiqamiz. Hop, statistikaga oldinlari shu 2025-yil oxiriga qadar 1KB hisoboti yuborilardi, 1KB yillik shakli jo'natilardi. Hozir u 1KB shakli bekor qilinib, o'rniga bir korxona shakli joriy qilindi. Hop, bu hisobotni yuborishligimiz uchun biza hisobot.stat.uz saytiga kirib, o'zimizning korxonamizning elektron raqamli imzosi orqali kabinetimizga kiramiz va kichik biznes va tadbirkorlik degan bo'limiga o'tamiz. Hop, shu bo'limda mana bir korxona shakli aynan 1-apreldan kechiktirmay deyapti yoki 1-maydan kechiktirmay, ya'ni korxonalarning turlariga qarab ko'rsatiladi. Hop, bir korxona shakli jo'natish degan tugmasini bosamiz. Bu korxonada mana jo'natilgan bo'lganligi uchun bu yerda yashil holatda turibdi. To'ldirilmagan punktlari ham bunaqa bo'limda turadi. Hop, titulning bo'limi bu yerda shu hisobot haqida ma'lumot ko'rsatib o'tilgan. Hop, bu yerda mana O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasining 2025-yil 28-noyabrdagi qaroriga asosan 46-ilova ekan bu. Hop, tashkilot xo'jalik faoliyatining asosiy ko'rsatkichlari to'g'risidagi statistik hisoboti. Taqdim etmaslik oqibatlari, mansabdor shaxslarning davlat statistika kuzatuvini olib borish uchun zarur bo'lgan hisobot va boshqa ma'lumotlarni taqdim etmaslikda ifodalangan statistika hisobotlarini taqdim etish tartibini buzish, hisobot ma'lumotlarini buzib ko'rsatish yoki hisobotlarni taqdim etish muddatini buzish O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 215-moddasida belgilangan javobgarlikka sabab bo'ladi. Ya'ni aynan shu moddada ko'rsatilgan ekan, uni ochib o'qib chiqsak bo'ladi, aynan qanaqa javobgarlik borligini, ya'ni ma'muriy javobgarlikka tortilishi haqida ogohlantirib o'tilyapti. Qanday taqdim etiladi? Statistika hisobotlari internet jahon axborot tarmog'i vositasida statistika hisobotini elektron shaklda yig'ish axborot tizimi e-stat orqali elektron raqamli imzodan foydalangan holda taqdim etadi. E-stat avtomatlashtirilgan axborot tizimida mavjud bo'lgan statistika hisobotlarining elektron shaklini namunasini O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasining hisobot.stat.uz rasmiy saytidan olishingiz mumkin. Ya'ni biz shu hisobot.stat.uz dan kirganimizda e-stat degan bu приложение o'zining saytiga o'tib ketganligini ko'rishimiz mumkin. Hop, hisobot ma'lumotlar xavfsizligi kafolatlanadi deyapti va taqdim etadilar. Kimlar taqdim etadi? Tijoratchi tashkilot bo'lgan yuridik shaxslar. Xodimlarning yillik soni o'rtacha 5 kishidan kam bo'lgan yoki yillik tushumi bazaviy hisoblash miqdorining, ya'ni BXMS hozirda 412 ming bo'lsa, shu 412 mingning 2000 barobarigacha bo'lgan mikrofirma va kichik firma korxonalardan tashqari deyapti. Ya'ni 5 kishidan kam bo'lganlar va 2000 barobardan kam daromad qilgan, ya'ni 412 mingning 2000 barobaridan kam bo'lgan mikrofirma va kichik firmalardan tashqari barcha tijorat tashkilot va yuridik shaxslar hisoboti taqdim etishlari kerak ekan. Bundan tashqari, bundan davlat ulushi 50% va undan yuqori bo'lgan korxonalar dasturga kiritilgan va aksiz solig'i to'lovchi subyektlar mustasno hamda fermer xo'jalik banklari va sug'urta tashkilotlaridan tashqari, ya'ni shular ham topshirmasin. Hop, taqdim etish muddati korxona buxgalteriya hisobining milliy standart, ya'ni BXMS bo'yicha ishlaydigan korxonalar 1-apreldan kechiktirmasdan topshirar ekan, xalqaro standart bo'yicha ishlaydiganlar 5-may sanasidan kechiktirmasdan topshirish kerak ekan. Hop, birinchi bo'limi korxona rekvizitlariga tegishli ekan. Korxonani rahbarning telefon raqamini yozar ekanmiz, korxonamizning joylashgan manzili va xuddi o'sha yuridik manzili va faoliyat yuritadigan manzilni bosib, bu yerda saqlash tugmachasi turadi, saqlashni bosib qo'yar ekanmiz. Hop, hisobot ma'lumotlarimizda endi biza aynan qatga qanaqa bo'lim qo'yadigan bo'lsak, qatga nima galchka qo'ysak, shunga qarab bu yerda kerakli bo'limlari ham ochilib boraveradi. Hop, bu yerda aytyapti, korxonangizda davlat ulushi bormi? Ya'ni davlat ulushi bor bo'lsa, bitta qo'yib qo'yar ekanmiz. Chet el rezidenti ulushi bormi? Yoki deylik, korxonangiz buxgalteriya hisobi qaysi standartga asosan yuritadi? BXMSmi, MXXSmi deb so'rayapti. Ya'ni milliy standartmi yoki xalqaro standartmi degan so'rovi bor ekan. Korxonangiz hisobot yilida faoliyat ko'rsatganmi? Ya'ni faoliyat yuritdimi? Ishladimi, ishlamadimi? Shu narsani ham belgilab ketar ekanmiz. Qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi, ya'ni bu yerda
mazkur faoliyat turiga quyidagilar yo'nalishda kiradi deyapti. Ya'ni korxonangiz hisobot yilida quyidagi keltirilgan faoliyat turlaridan qaysi biri bilan shug'ullanganligini belgilang. Qanaqa faoliyat bilan shug'ullandi deyapti. O'rmon va baliqchilik, sanoat, qurilish, savdo, xizmat ko'rsatish, shulardan qaysinisidan foydalanganligini ko'rsatib o'tar ekanmiz. Korxonangizda tovar moddiy zaxiralar mavjudmi? Tovar zaxirasi bor bo'lsa yozib belgilab qo'yamiz. Asosiy vositalar nomada aktivlar mavjudmi? Hisobot yilda investitsion faoliyat bilan shug'ullanganmi? Xullas, shularni o'qib chiqib, shu narsalardan qaysilari bizani korxonamizda mavjud bo'lsa, fitichka qo'yib qo'yaveramiz va o'sha qo'ygan fitichkamizga qarab bu yerda qo'shimcha bo'limlar ham paydo bo'ladi agar to'ldirishimiz kerak bo'lsa. Ya'ni mana bu fitichkani qo'ysak, bu yerda mana 18-bob paydo bo'ladi. Transport vositasi mavjudmi deb. Olib tashlasak yo'qolyapti. Ya'ni qo'ygan galishkamizga qarab to'ldirilishi kerak bo'lgan ma'lumotlar ham paydo bo'lib boraveradi. Hop, saqlashni bosib qo'yiladi bunda ham va birinchi bo'lim bu hammada ochiladigan bo'limlar. Hop. Bu birinchi bo'limi umumiy iqtisodiy ko'rsatkichlar ekan va asosiy faoliyat turi bo'yicha qanaqa faoliyatga tegishliligini ko'rsatib o'tamiz kodini. Korxonaning aylanmasi. Korxonamizning aylanmasi qancha, daromad qancha qildi? Buni biz korxonamizning yillik balanslari, moliyaviy natijalaridan olib yozishimiz kerak bo'ladi. Hop. Shu jumladan faoliyat turi bo'yicha, ya'ni qanaqa faoliyat bo'yicha daromad qildi? Shuni ko'rsatib o'tar ekanmiz. Va qolgani tashkilotning ichki ehtiyojlari uchun o'zida ishlab chiqarilgan mahsulotlar qiymati yoki operativ ijaradan olingan daromadlar, dividendlar ko'rinishidagi daromadlar, uni tahrirlab bitta yana ko'rsatib o'taman. Kerakli ma'lumot, faoliyat turlari bo'yicha daromadlarimiz bir nechta faoliyat bo'lsa, plyusni bosib qo'shib ketsak bo'lar ekan. Agar faoliyatimiz bitta bo'lsa, bittagina faoliyatni o'zini tanlab ketaverar ekanmiz. Yoki shu yerda ham mana ichki ehtiyojlar uchun ishlab chiqarilgan mahsulot qaysi faoliyat bo'yichaligini ham ko'rsatib ketsa bo'ladi. Kerak emasini olib tashlayveramiz. Boshqa daromadlar, operativ ijaradan olingan daromad, dividendlar ko'rinishida daromad, maqsadli tushumlar, shulardan tovarlarga subsidiyalar, xullas daromadlarimizni o'sha bizani tovar, ish, xizmatlarni sotishdan boshqa qandaydir daromadlarimiz bo'lsa, shu bo'limda aks ettirib ketishligimiz mumkin bo'ladi. Hop. Kerakli ma'lumotlarni to'ldirib bo'lib, saqlashni bossak, bu bo'limimiz ham saqlanadi va ikkinchi bobga o'tamiz. Ikkinchi bob xarajatlar tarkibi. Bizani korxonamizda qilingan xarajatlarni ko'rsatib o'tishimiz kerak va bunda ham faoliyat turini, asosiy faoliyat turi bo'yicha, ya'ni kodini ko'rsatib ketamiz. Naryoqda qaysi kodni tanlagan bo'lsa, o'shani ko'rsatamiz. Bu yerda ham bir skripkasini bosadigan bo'lsak, bizga aynan o'sha faoliyatlarimizni kodlari bo'yicha ko'rsatib chiqadi. Ya'ni 9325 ta faoliyat bo'yicha qidirib topsa bo'ladi qaysi kodga nima faoliyatlar kirishini, ya'ni shu skripkani bosgan paytimiz paydo bo'ladi. Hop. Xarajatlarimiz, jami xarajatlarimizning jami umumiy xarajatlarimiz va bu o'zi avtomat tarzda shakllanadi. Buni ham tahrirlab ko'rsataman, to'ldirilishi, qaysilar to'ldirilishini. Hop, shu jumladan tannarx va davr xarajatlarining jami. Tannarxi ham va davr xarajatlari, ya'ni bizning buxgalteriya balansimizga, moliyaviy natijamizdagi 91-guruh shotlar va 94-guruh shotlarimizni umumiy yig'ib ko'rsatishimiz kerak ekan. Hop, yig'indisini shotga ko'rsatar ekanmiz va jamisi bu yerda paydo bo'lar ekan, shu ko'rsatilgani chiqar ekan. Ulardan qayta sotish va uchun sotib olingan tovarlar qiymati, ya'ni tovarlar bo'yicha tannarx paydo bo'lgan bo'lsa, tovar sotishdan shu joyga to'ldirib qo'yar ekanmiz. Moddiy xarajatlar, asosiy vositalarning kapital ta'minlash xarajatlari yoki deylik ilmiy axborot va tajriba konstruktorlik ishlariga xarajatlar, ish haqi to'lash xarajatlari, necha pul ish haqi hisoblangan bo'lsa, o'shani ko'rsatamiz. Ijtimoiy sug'urta, ya'ni ijtimoiy solig'imizni, yagona ijtimoiy to'lovimizni summasini ko'rsatamiz, 12%ni. Asosiy vositalar va nomoddiy aktivlar amortizatsiyasi, hokazo shularimizni ko'rsatib boramiz va shu ko'rsatgan ma'lumotlarimizda qaysinisidir mantiqqa to'g'ri kelmasa, bu yerda mana mantiqiy xatolikni o'zi chiqarib beradi. Hop, bu yerda hozir men shu narsasiga sal savol paydo bo'ldi o'zimda ham. Ya'ni bu yerda aytyapti, agar 117-satr, mana 117-satrimiz bu degani ish haqi to'lash xarajatlari ekan. 117-satr birinchi ustun 0 dan katta bo'lsa, mana 0 dan katta, ya'ni ish haqi hisoblangan bo'lsa, deyapti. U holda 118-satr birinchi ustuni katta bo'lishi kerak, deyapti. 117-satrning 12%dan deyapti. Ya'ni 12%dan katta bo'lsa sababini izohlang. Ya'ni
ijtimoiy soliq o'zi 12% va agar deyapti shu 12% miqdor aynan 117-satrning, ya'ni hisoblangan oylikning 12%dan katta summa yozilgan bo'lsa, sababini izohlang degan mantiqiy xatolik paydo bo'lib turibdi. Lekin bizani yozgan summamiz aynan shu summaning 12%, ya'ni hisobotlarimizda qanaqa ketgan bo'lsa, o'sha summa ko'rsatilgan. Hop, va yana bitta xatolik chiqarilyapti bu yerda, ya'ni 123-satr deyapti. Birinchi ustun 0 bo'ladi. Agar shart bajarilmasa, sababini izohlang. Ya'ni xodimlar va aktivlarni majburiy va ixtiyoriy sug'urta qilish majburiy va ixtiyoriy sug'urta xarajatlari bizada yo'q. O'sha uchun buni ko'rsatib o'tirmadik. Hop, 0 qildik va bu yerda aytyapti 0 bo'ladi agar bajarilmasa sababini ko'rsating deyapti. Bu yerda ham aynan ikkinchi va birinchi ustuni bo'yicha shu xatolikni ko'rsatgan, 0 qilib qo'yilgan lekin. Shu yerda mantiqiy xatolik menimcha bu tizim o'zi test rejimida ishlayapti hozir, o'shani xatoylaridan bo'lsa kerak. Ma'lumotlarni to'ldirib saqlashni bosamiz va 3-bobga o'tamiz. 3-bob tovar moddiy zaxiralarimiz. Agar biz tovar moddiy zaxiralariga ega bo'ladigan bo'lsak, yil boshiga qancha bo'lgan, yil oxiriga qancha bo'lgan, faoliyat bo'yicha qanaqa, shu so'ralgan ma'lumotlarni to'ldirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. 5-bob endi asosiy vositalar va ularning harakatlari, boshqa aktivlar. Ya'ni asosiy vositalarimiz mavjud bo'lsa, yil boshiga qancha, yil oxiriga qancha, nomoddiy aktiv qanaqa, boshlang'ich qiymati qanaqa, eskirish qiymati qanaqa, hammasini ko'rsatib chiqishimiz kerak bo'ladi. Hop, 7-bob tashkilot faoliyatining boshqa ko'rsatkichlari, ya'ni qanaqadir boshqa qo'shimcha faoliyatlar qilgan bo'lsa, ya'ni qanaqadir faoliyatlar bilan shug'ullangan bo'lsa, shu keltirilgan bu ma'lumotlardan qaysilaridir bizga to'g'ri keladigan bo'lsa, unda buni ham to'ldirib saqlab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Hop, mehnat bo'limi ham hamma deb chiqadi, hamma tashkilotlar to'ldiradi buni ham. Bu ham xuddi shu 1KB ga o'xshab to'ldirilar ekan, 1KB shaklida mehnat bo'limi bo'lardi. O'sha bilan deyarli bir xil. O'rtacha ish haqini hisoblash uchun qabul qilinadigan xodimlar soni, nechta xodim va undan ayollar nechtaligi. Kasanachilar bor bo'lsa to'ldirib qo'yamiz. Jismoniy shaxslarga hisoblangan mehnatga haq to'lash tarzidagi daromadlarimiz qanchaligi, ya'ni bizada yillik umumiy hisoblangan oylikni o'zi chiqarib berdi. Narigi bo'limni to'ldirganimizga qarab va ayollar soni nechta deyapti. Shundan mehnat daftarchasi mavjud bo'lganlar soni nechta deyapti. Mavjud bo'lganlarning oyligi qanchaligini so'rayapti. Hisobot yili oxiriga xodimlar soni qancha, ya'ni yil boshida qancha edi, yil oxirida qancha bo'ldi. Bizda ishdan bo'shab ketgan xodimlar ko'pligi uchun oxirida 2 ta xodim qoldi. Haqiqatda ishlangan ish vaqti, xodimlarimiz necha soat ishlaganligini ko'rsatib o'tamiz. Yil davomida necha soat ishladi. Va har bitta xodimniki umumiy yoziladi. Nechta xodim bo'lsa, hammasiniki qo'shilgan holatda yoziladi. Haq to'langan ishlanmagan ish vaqti bo'lsa yozar ekanmiz. Yoki hisobot yilida xodimlarning yillik o'rtacha soni yana so'ralyapti va shundan kasb-hunar kolleji 22-25-yillarda kasb-hunar kollejlarini yoki litseylarni, oliy ta'lim muassasalarini bitirganlar bo'lsa, shu yerda ko'rsatar ekanmiz. Hop. Yana qolgan ma'lumotlari bor bo'lsa to'ldirib ketamiz va ishchi kuchini saqlash uchun sarflangan jami xarajatlar betga biz xodimlarimizga hisoblangan oylikni ko'rsatib o'tamiz. Hop, bu yerda mantiqiy xatolikni chiqaryapti. Bu aytayotdiki 401-satr 0 dan katta, 404-satr ham 0 dan katta, lekin deyapti umumiy hisoblangan oyliklar nega deyapti o'rtacha ish haqi mehnatga haq to'lashning eng kam miqdoridan kam deb so'rayapti. Ya'ni 12 ta xodim uchun deyapti umumiy hisoblangan 72 million pul 12 ta xodim uchun umumiy hisoblanganda 1 yillik mehnatga haq to'lash bilan kam, ya'ni o'zi bazaviy hisoblash bo'lsa hozirda 1.271.000 bo'lsa, shu 12 oyga 1.271.000 dan bitta xodim uchun 12 oylik, ya'ni shu 12 million qanchadir chiqadi. O'sha summadan kam bo'lmasligi kerak deb so'ralyapti. Lekin bizada xodimlarimiz to'liq ishlamagan, ya'ni 1 oy, 2 oy ishlab turib bo'shab ketgan xodimlarning hisobiga 12 ta xodim bo'ldi ishlaganlar va to'liq ishlamaganligi uchun oylik kam va bu yerda yarim stavkada ishlaganlar ham hisobga olingan. Lekin bu yerda mantiqiy xatolikni izoh so'rayapti, ya'ni nima sababdan kam. Oxirida hisobot jo'natishdan oldin shunga izoh yozib ketishimizni so'ralyapti. Saqlashni bosib qo'yar ekanmiz bunga ham va 14-bo'lim turlari bo'yicha ko'rsatilgan bozor xizmatlari bor bo'lsa, buni ham to'ldirib o'tamiz. Va yakuniy qismga o'tsak, bu yerda yakuniy qism va bizning ma'lumotlarimiz, korxonaning raqami va ma'lumotlar ko'rsatilgan. Shu yerga izoh qilib yozib qo'yamiz. Bu yerda mana boyagimda yozgan
o'zim jo'natgan paytim yozgan izohim turibdi. Shu joyga izoh ko'rinishida yozib qo'yishimiz mumkin. Misol xodimlar to'liq ishlamagan, 0.5 stavkada ishlagan, shu sababli xodimlarga oylik kam hisoblangan yoki o'sha mantiqiy nima xatoliklar bo'lsa, o'sha xatoliklarga izohni ko'rsatib o'tishimiz kerak bo'ladi va jo'natish tugmachasini bossak, bizani bu hisobotimizga ham yuborilgan hisoblanadi.